Bunisi ham bor edi. Yo, bu birinchi. O'zi biz aka-uka bo'lishimizligini bilgan. O'zi burnimiz ham o'xshaydi. Seni ko'rdim, men seni ko'rdim. Bir ko'rdim, seni sevib qoldim. Nima bo'ldi? Menga nima bo'ldi? Seni ko'zlaring meni rom qildi. Спасибо, rahmatiki. Rahmat, Toyir. Gap bo'lishi mumkin emas. Tasanno, Toyir. Gap yo'q. Men bunaqa talqinda qo'shig'imni eshitganimdan juda ham baxtiyorman. Yaxshi ham Toyir bor. Kattakon rahmat, taqsir. Gap bo'lishi mumkin emas. G'uboringizni chiqarib oldingizmi? Bunisi ham bor edi. Yo, bu birinchi. O'zi biz aka-uka bo'lishimizligini bilgan. O'zi burnimiz ham o'xshaydi. Faqat burun emas, yurak, qalbam, qarashlar ham. Chunki hammamiz baribir o'zimizni qora qoshli, qora ko'zlilarimiz uchun kurashamiz. O'zbegimiz uchun. Boringlarga chiqib. Shahriyori ijodini men juda ham yaxshi ko'raman. O'zim hurmat qilaman. Shuning uchun bu safar cover qilib ikkita qo'shiqni bitta qilishga qaror qildik. Rahmat. Gap bo'lishi mumkin emas, Toyir. Aslida mana shu bola qanaqadir boshqacha meni ko'zimda ko'rinadi. Ustoziga qarang-da, ustoz. Da, конечно, 100%. Toyir Ahmed, men doim sizni qo'llab-quvvatlayman. Menga juda ham yoqadi. Menga juda ham ko'p muxlislarim menga yoshadida. Toyir Ahmedga ayting, boshqa yo'nalishda ham aytsin. Menga nimagadir shu yo'nalish yoqadi, chunki bu Toyir Ahmedning yo'nalishi. Nima bo'lishi mumkin? Underground rap. Yes. Rahmat. Yuhu, seviyorum. Bu yigitda bilasizmi, talant juda ham kuchli va X Factor aynan mana shunaqa talantlarni o'stiradi, ko'rsatadi. Bitta gapimiz bor. Iltimos shu chiqayotganingizni sal kuling. Obraz deb, obraz. Urib beraverasiz hammamizni, qo'rqib ketamiz. Yo, meni ham hamma shunaqa deb o'ylaydi. Endi siz baribir ha kulib o'tirasiz. Siz menga qaravering, unga u chiqqanda menga qarab o'tiring. Xo'p bo'ladi, xo'p. Shohjahon, sizni ko'nglingiz to'ldi chiqishdan. To'lganini yana bir marta ko'rmayapsizmi isbotini? Rahmat. Sog' bo'ling. Kerak emas, menga kerak emas. Sendan boshqa hech kim kerak